Demak, o'quvchilar, biologiyadan masalalar ko'rishda davom etamiz. Abituriyent gazetasidagi 2016-yilning savollaridan 35-sini tahlil qilamiz. Masala sharti nuklein kislotalar molekulasida nukleotidlar o'zaro fosfodifil bog'lar orqali bog'lanadi. DNK molekulasining bir tarafida 419 ta fosfodifil bog'i bo'lsa, ushbu DNK asosida sintezlangan oqsildagi peptid bog'lar sonini ko'rsating debdi. Endi bilasiz, DNK qo'sh zanjirli spiral o'ralgan nuklein kislota hisoblanadi. Tarkibi dezoksiriboza, uglevod qoldig'i monosaxarid va azot asoslari purin, pirimidin. Purin asoslaridan azinin, guanin, pirimidin, sitazin, timin va fosfat kislota qoldiqlari. Ana endi fosfodifil bog'lar qanday bo'ladi? Mana DNK o'zi ikkita tipdan iborat, mayli. Chalkashmagan qilib yozamiz, nazariy jihatdan bilinishi to'g'ri shunaqa bo'ladi. Endi fosfodifil bog'lar DNKda bo'lishi mumkin. Guanin, sitazin, adenin, timin bo'ladi. Uratsil bo'lmaydi, bilasiz, DNKda. Uratsil RNKda bo'ladi. Fosfodifil bog'lar bir-biriga vertikalga bog'langan bo'ladi. Fosfodifil bog' tarkibida fosfor asosiy element hisoblanadi. Shuning uchun P deb qo'yapman. Va qarang, har ikkita nukleotid DNKning bir tarafi misol oladigan bo'lsak, har ikkita nukleotid orasida bitta fosfodifil. 3 tani orasida nechta? 2 ta. 4 tani orasida 3 ta. Demak, matematik qonuniyat paydo bo'ladiki, DNKning bitta tarafi uchun fosfodifil bog'lar soni bir tarafdagi umumiy nukleotidlar sonidan bittaga kam bo'lar ekan. N-1. DNKning ikki tarafi uchun olinsa, N-2 bo'ladi. Demak, N ni agar DNKdagi nukleotidlar soni desak, N DNKdagi nukleotidlar soni bo'lsa, fosfodifil bir taraf uchun deylik N-1 bir tarafida N deb bo'lganda, ikki taraf uchun N-2 bo'ladi. Bu degani sizda savol tushadiki, mana DNKda umumiy 2000 ta nukleotid bor, fosfodifil bog'lar soni topilsa 1918 bo'ladi. Ya'ni DNKda umumiy 2000 ta deyapti. Umumiy degani ikkala ipni qo'shib aytyapti. Umumiy ikkala ip uchun 2 ni ayirasiz. Keyin savol bunday berilsa, DNKning bir tomonida 2000 ta nukleotid bor, nechta fosfodifil bog' bor, bitta tarafda desa 1099 bo'ladi. Bir taraf uchun bir narsa. RNK uchun bir narsa, chunki RNK bitta ipdan iborat. DNKning yarmi degan. DNK ikkita bir-biriga teng iplar hisoblanadi. Shuning uchun DNKdagi umumiy nukleotidlarni endi bo'lsangiz, umumiy fosfodifil bog'lar ikkitaga kam. DNKning bir tarafidagi nukleotidlar endi bo'lsangiz, N-1 ga teng. Endi hozirgi masalamizda DNK deyapti, bir tarafida fosfodifil 419 degan. Demak, 419 ustiga 1 ni qo'shamiz. Nukleotid soniga o'tish uchun, mana nukleotid sonidan fosfodifil soniga o'tish uchun 1 ni ayiramiz. Fosfodifildan qancha nukleotid 1 ni qo'shamiz endi. 420 ta nukleotid bor ekan. 420 ta nukleotid. O'sha DNKning bir tarafida mana. Bu tomondan demak 420 ta bo'ladi. Endi bilasiz, DNK oqsil sintezining birinchi etapi DNKdan IRNK sintezlanadi va IRNKdagi nukleotidlar komplementarlik asosida ko'chirib olinadi va son jihatdan agar to'liq ko'chirilsa teng bo'ladi. DNKning bir tarafida 420 ta nukleotidmi, IRNKda ham nechta bo'lar ekan? 420 ta bo'ladi. Keyin IRNKdagi har 3 ta nukleotid bitta kodga aylanadi. U genetik kod deyiladi, shuning uchun u triplet deyiladi, 3 tasi birda bo'lgani uchun. Va biz 420 ni 3 ga bo'lish orqali 140 ta aminokislota oqsil ipi deb oladigan bo'lsak, buni oqsil ipida deylik 140 ta aminokislotalar borligini deylik aytishimiz mumkin. Aminokislotaning bosh harfi har xil belgiladi. Demak, har doim esdan chiqmasin, DNKning bir tarafidagi nukleotidlar IRNKga to'liq ko'chadi. Agar to'liq sintezlandi desa, DNKning bir tarafidagi oqsil sintezda va IRNKdagi nukleotidlar 3 ga bo'linadi. Oqsil ipidagi ipsimon tuzilgan oqsil ipidagi yoki sharsimon bo'lsa ham farqi yo'q. 3 ga bo'lsangiz, oqsil ipidagi aminokislotalar soni. Plus oqsil polimer, aminokislota monomer. Har bitta aminokislota uchun 3 ta deylik nukleotiddan iborat triplet kod ketadi. Shuning uchun nukleotidlar soni 3 ga bo'linishi kerak. Keyin har ikkita aminokislota orasida peptid bog' bitta bo'ladi. Mana qarang. Ikkita an orasida bitta, 3 tani orasida ikkita, 4 tani orasida 3 ta ko'rasiz. Demak, bundan qonundan chiqadiki, ipsimon tuzilgan, bir tekis tuzilgan oqsil polimerdan nariga uchi va bu uchi ochiq bo'ladi. Va bu aminokislotadan qo'l ochiq bo'ladi. To'g'ri bilaman. Agar sharsimon tuzilgan bo'lsa, keyin o'sha ochiq qo'llarni qo'llanishi mumkin.
Demak, qonuniyat shunaqaki, ipsimon turilgan oqsildagi amino kislotlar umumiy sonidan peptid bog'lar soni bittaga kam bo'ladi. Buni ma'nosi qanaqa? Ikkita amino kislot o'rtasida bitta bo'ladi, uchta orasida ikkita, to'rtta orasida uchta, va hokazo 100 ta orasida 19 ta. Demak, qonuniyat shunaqa. Amino kislotlar sonidan peptid bog'lar sonini topish uchun n-1 u ham. Ya'ni amino kislotlar sonini n deb olsangiz, birni ayirsangiz peptid bog'lar soni chiqadi. Demak, 140 dan birni ayirsa agar 139 ta peptid bog'. Agar bu AA'lar bir-biriga deylik sharsimon globulyar tuzilishli bo'lsa, unda yuqorida aytganimiz mana ikkita ochiq qo'lda kelib tutashganda, o'shanda sharsimon oqsil bo'lsa agar, unda amino kislotlarning umumiy soni peptid bog'lar soniga teng bo'ladi. Chunki mana bu yerda A harfi nechta qarang? 5 tami? Endi bog'ni sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5. Ko'rasizmi? Agar oqsil sharsimon desa, birni ayirmaysiz. Peptid bog' soni uchun agar ipsimon desa, birni ayirish kerak bo'ladi. Yozib olamiz.